Men 1 yildan beri Rossiyaning Moskva shahrida stroykada ishlab kelaman. Ba'zida ish beruvchilar ishchi kuch so'rab qolsa, men 20 ta, 30 ta odam bo'ladimi, shu so'ralgan joyga odam olib borib ishlataman va ish beruvchi 5000 rubl bersa, men olib borgan odamlarimga 4500 yoki 4000 rubl beraman. Lekin men olib borgan odamlarimning ishini va qanday ishlashini nazorat qilaman va puliga imkon qadar kafil bo'lib beraman. Savolim shu odam, ya'ni olib borganim, ishlatib pulini olib berganim uchun haq olsam menga halol bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Demak, bu yerda hozir savol berayotgan birodarimiz o'z birodarlariga ish topib beryapti. Ya'ni bunga taklif tushyapti, falon ishni qilish kerak deb. Mana shu ishni qiladigan odamlar borki, ularga bu ish topib bergan sifatida olib kelib shu ishga jalb qilyapti va o'rtada bularni olgan haqlariga bu ham sherik bo'lyapti. Bu shariatda joiz, chunki bu bir xizmat qilyapti. Taklif qilayotgan odamni ham hojatini chiqaryapti va ish qilishga ehtiyoji bo'lib, daromad topish, pul topishga ehtiyoji bo'lgan birodarlarni ham ish bilan ta'minlanyapti va mana shuni evaziga bu mablag' olyapti, foyda olyapti. Faqat shu yerda o'sha ish agar bir martalik ish bo'ladigan bo'lsa ham, davomli ish bo'ladigan bo'lsa ham, bir marta haq olishi to'g'ri bo'ladi. Ya'ni doim men sizlarga ish topib berdim, bundan buyog'i mana shu ish qachongacha davom etsa, har gal olgan o'sha pulinglardan men sizlardan falonchasini chegirib qolaman yoki menga falon so'm berasizlar ish haqinglardan degan talab qo'yishi mumkin emas. Bir martalik ish topib berganligi uchun olishi mumkin bo'ladi. Mana shugina halol bo'ladi. Allohu alam bissavob.